Çarpaqa bilan eshak. Bu 5-chi kitob. Podshoh bir qitimliq yugurish musofasini o'tkazishni qaror qildi. Shun bilan uningga jiq odamlar tizimlatibdi. Podshoh dadida buningda kim yengolsa, men ularni nihoyatda cho'ng mukofotlar bilan mukofotlayman debdi. Bu musobaqa bir eshak, bir çarpaqa tizimlatibdi. Eshak çarpaqani ko'zga ilmabdi. Çarpaqa bo'lsa ichida men cho'qim yengiman deb tiz bukmabdi. Eshakning buni anglab ko'ngli bek ochiq ketdi. Eshak çarpaqa: "Hey çarpaqa, sen degan shundoq kichik tursan, mening putimniqim kelmaysa. Sen cho'qim fitirib qo'ysa, bo'ldi qatnashmag'ina" debdi çarpaqa. "Qara qumushqa, qumush degan eng ichik sunib ketidi" debdi. Eshak buni anglab bek ochiq gap ketibdi. Podshoh qoida tizimlarni e'lon qilibdi. Umumiy musobaqa 20 chaqirim. Musobaqa qatnashuvchilar har chaqirim kelganda birdan yuqori ovoz bilan naqsh etidi. Shundala ularniki ashu nuqtaga yetib borganligini bilalaydi debdi. Eshak musobaqani darhol boshlashni talab qildi. Çarpaqa bo'lsa yana birga mashq qilishni iltimos qildi. Podshoh çarpaqaning talabiga ma'qul bo'ldi. Eshak uxlab qolgandan keyin çarpaqa o'zining bolalarini boshlab musobaqa maydoniga keldi. Çarpaqaning 20 bolasi bor ekan, hammasi ansiga quyib qo'ygandek o'xshaydi ekan. U bolalarni har bir chaqirim yo'l belgisining yoniga keldi-da, ularga taplab, "Sizlar mishada eshak naqsh etgansa, sizlarmi jining bilan bor naqsh etinglar" debdi. Shuning bilan bu 20 bolasini bu çarpaqa 20 chaqirim yo'lning har bir chaqirim yo'lga qo'yib beribdi. Ikkinchi kuni musobaqa boshlanibdi. Eshak çarpaqa oldida toza ko'ranlabdi. Çarpaqani bir ozmi ko'zga ilmabdi. Shuning bilan eshak yurgach, yo'lda ketayotgan toza yo'lda atrofidagi barliq narsalarni no'zirlanib, toza yeb, o'zini qo'zg'ini to'qlab minibdi. Har bir chaqirim, birinchi chaqirimga kelganda, "Ey çarpaqa, sen nada? Tiz yugurman deb avara bo'lma, men seni hamon fitaman" deb naqsh etibdi. Shunda naqshisini tugutishmoqla. Çarpaqa naqshisini boshlabdi. Kur, "Ang'roq eshak, ko'zingni och, bo'lmagan paypetak" deb naqsh etibdi. Eshak buni ko'rib hayronlik qopdi, ko'zlariga ishonmay qopdi. U ko'nglida, "Opla, o'choqlarni yeyman deb men çarpaqaning oqib qopdiman-da" deb suvni ichmayla yana ikkinchi chaqirimni yugurishga boshlabdi. Ikkinchi yo'l belgisi kelganda eshak yana, "Çarpaqa, sen qayoqda? Bu qitin nim deyskin yana" deb naqsh etibdi. Shuningda naqshni tug'ishamoqlam yana ikkinchi çarpaqa yugurib chiqib, "Kur, voh ang'roq eshak, mukofot cho'qim mansub menga bo'lmagan paypetak" deb naqsh etibdi. Buningni ko'ziga ishonmay qolibdi. Bu eshak bu qanday ish deb bilmay qolib oldi. Keyin o'ylamayla jinning barcha yugurish boshlabdi. Butun atrof chang-to'zonga purkinibdi. Uchinchi yo'l belgisi kelgan eshak, "Çarpaqa, o'zing maqtama, bu qadimgi o'tirg'iningni xirar qil" deb naqsh etibdi. Endi naqshni tutib, endi oxirida qolgandi bu çarpaqa deb turishiga çarpaqa naqsh etishga boshlabdi. "Kur, ang'roq eshak, to'lang ang'irma, shilgingni qolg'in tijab" deb naqshni davom qilibdi.
Eşek bunu görüp texim çydamay qaptı. Şunun bilen bu taşpaqını bir tip bilan yenchib etkisi kepti. Ammo u taşpaqa çarpaqa şunda iştik gep bilan o'tloqning ichiga kirib g'oyib bo'ldi. Eşek qaysi yo'l belgisiga yurib jugurib borsin, naqshisini tuzishga ma'lum paqimi ko'krab naqsh etdi ekan. U shundoq ümitsinib ketibdi. Shundoq ishti jugasimi, u qarsa charpaqaga o'xshash vaqtda kelyotgandek. Bu nima karomat deb o'zining iqtidoridan noyitim gumonlanib qopti. Shuning bilan u oxirgi nuqtaga cho'qim charpaqa mendan baldir badi deb o'ylab, shundan bo'ldi, men uturibdiman deb yerim yo'l oz qolganda yugurishni to'xtatib qo'yibdi. Lekin heliqi charpaqa u oldirmay dik saklab kelaveribdi. Gerçi u eshikning shunday jirab oqib qolsimi, lekin kuchini bericha tirishibdi. Sakrab menibdi. Qarsa bir yo'lda eshak chukunib o'tgan. Buni ko'rgan charpaqa uni ilikma olmay, undan o'tib ketib, eng oxirgi nuqtaga birinchi yo'lab kelibdi. Shuning bilan